Shunda bolaga qarab turing, suvga chiqib kelay. Hoyman Masha, kech bo'lganda nima qilibsiz? Boring palatesga. Xo'p. Voy, Ya, qanaqa kirdingiz? amalladim. Medstraling tashmadimi? Yo'q, qo'yaver. Mana sinaychi bo'lasan. Xo'p. Voy, ona qizim mana. Rahmat senga. Beri meni shu qilib ketdi, hozir medstra kirib qolish mumkin. Qo'yamiz. Bo'ldi. Ketdik. Yuring. Asalcha. Ko'zlari manikiga, burni sanikiga o'xshabdi. Bitta gap tegib qolmasin, boring. Bo'pti, men yana kelaman. Sen ichib o'tgansiz. Tushunmadim. Birdan maqos. Kim kirg'izdi sizni? Hozir ketaman. Bunday bemorga nima bo'ldi? Bemorga kim bolasiz? Keyin bo'ladi. Bilmaysizmi kelingiz masalan? Bolalar nobud bo'lgan. Nobud bo'ldi. Bo'ldi, chiqing. Yuring. Dam olishyapti bemorlar. Отделениyaga mumkin emas. Kim kirg'azdi? Assalomu alaykum. Men Ifora Azimovning eri bo'laman. Uni ko'rgan chiqqandim, yonidagi palatada kiyinib o'tgan ekan, ko'rgan kirmoqchi edim, chiqarib yubordi. Qanaqadir medsestra, iltimos opa, ko'rib chiqay, ahvoli og'ir. To'g'ri qilibdi. Chiqing. Iltimos qilaman. Kerak emas polis. Opajon, iltimos, yo'q demang. Bolasi ham nobud bo'libdi. Akam baribir ko'rgan kelmaydi, ajrashgan. Ko'rib chiqmasam bo'lmaydi. Balki nimadir kerakdir unga. Insoniylik yuzasidan yordam berishim kerak-ku. Mayli. Smen almashganda 5 minutga kirib chiqasiz. Faqat kechgacha kutish kerak. Xo'p. Endi pastga tushing. Kuting. Tez tushing pastga. Irodaning bolasi kimdan? Nega nobud bo'ladi? Oila qurgan bo'lsa, eri qani? Yo mening bolammikan? Hammasini o'zidan so'rayman. Iroda. Hammasini eshitdim. Hamdardman. Iltimos keting. Sizni ko'rishim qoladi. Ikki bir narsani so'ramoqchi edim. Bu bola Chiqing dedim. Bo'ldi. Boring keting, chiqing. Sizga aytgandim, mumkin emas deb. U bolasini yo'qotgan. Bo'ldi. Bo'ldi.